Ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatni xalqqa yanada yaqinlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar hududlarda ham o'z natijasini ko'rsatmoqda. Jumladan, viloyatimizda ham urologik kasalliklarni davolash, bu borada yuqori texnologik amaliyotlarni amalga oshirishda muntazam ravishda hamkorlikda olib borilayotgan mahorat darslarining ahamiyati katta bo'lmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari ishtirokida o'tkazilgan navbatdagi tibbiy ko'rik hamda jarrohlik amaliyotlari orqali viloyatimiz aholisiga manzilli yordam ko'rsatildi. Qashqadaryo viloyati turli hududlarga borib kasallarni, nazoratli kasallarni ko'rib va ularga kerakli bo'lgan tavsiyalarni berib kelmoqda. Undan tashqari Qashqadaryo viloyatida yangi texnologik operatsiyalarni tatbiq qilish amallari qo'llanib kelmoqda. 3-4 yil oldingi holatni taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerda asosan traditsion, ya'ni kesma orqali operatsiya amaliyotlar bajarilib kelgan. Endi hozirgi kunda bu kam invaziv va yuqori texnologik operatsiyalar bajarilib keldi. Qilinayotgan ishlar bu juda katta Qashqadaryo viloyatining yutug'i hisoblanadi. Sabab nimaga? Chunki hozirgi kunda Toshkentda qilinayotgan 70-80% operatsiya shu yerda o'zida bajarilib kelmoqda va bemorlik juda ham oson va qulayliklar yaratib kelmoqda. Mahorat darslari davomida Respublika markazi mutaxassislari va mahalliy jarrohlar hamkorligida 4 ta yuqori texnologik operatsiya bajarildi. Ayni paytda bemorlar shifokorlar nazorati ostida o'zlarini yaxshi his etishmoqda. Buyragimda bir oydan beri og'riq to'xtagan yo'q edi. Oxirgi kunlarda og'riq kuchayib ketdi. Buyragimdan tosh ko'chib, nayda qolib ketganligini aytishdi. Zudlik bilan operatsiya qilishni tushuntirdi menga. Respublika urologiya markazidan kelgan doktorlar bilan birgalikda lazer yordamida operatsiya qilishdi. Hozir holatim yaxshi, og'riqlar yo'q, tosh olib tashlandi. Bizning Qashqadaryo viloyatimizda shunday zamonaviy apparatlar, shunday imkoniyatlar bor ekan. Uzoqqa borib yurmadik. Shunday imkoniyatlar yaratib bergan yurtboshimizga rahmat kattakon. Shu kuni tibbiy ko'rik ham tashkil etilganligi bemorlarning uzog'ini yaqin qildi. Murojaat etuvchilar yetakchi mutaxassislarning tavsiyalarini olishdi. Olib bo'layotgan bu kabi ishlar natijasida chekka hududlarda ham aholi malakali mutaxassislar tomonidan sifatli tibbiy xizmat bilan qamrab olinmoqda.